ishqroling bo'lsa soz ishing bo'ladi oz deyishadi mana do'stlar. Sayfdagi ustagamiz o'z ishlarini yana ham oson sifatli chiqarish uchun mana shunday narsalarni o'zi qo'l bilan yasab. Aka buni qayda tungi fonni qayerga ishlatadi masalan aka? Sayfiddin usta 1995-yil 13-mayda tug'ilgan. Erkin tungi fon jamoasi a'zosi. Ana kichkina burchalarga. Aha, bitta kuch ko'rsatingchi. Bunga обязательно chizib olish kerak. Bo'lmasa o'rtalarini naq qo'yadi. Aha. Ishlarni ham sifatli tez chiqarish uchun endi bu to'g'rimi aka? Ha, albatta. Xudo xohlasa mana hozir ko'rasizlar. Kichkina detal qayerga ishlaydi mana shu? Bu detalni xudo xohlasa mana romdagi anaqa joylariga, kichkina joylariga qo'yib beramizda endi. Ko'pchilik ustagalar mana shu joylarga qo'ymaydi, orcha vaqt oladi deb. Shunaqa kichkina joylarga ham e'tibor berib ketasizlarmi aka sizlar? Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Do'stlar, videorolikimiz boshlanishidan oldin esa Erkin Tunikafon kanaliga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Sababi kun mobaynida sizlarga mana shunday Tunikafon qanday qatiriladi, Tunikafonga oid bo'lgan barcha sir sinovotlarni Erkin Tunikafon kanaliga joylab boramiz. Shuning uchun ham zudlik bilan Erkin Tunikafon kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Sahnaga o'zi ustachilikda qanchadan beri shug'ullanasiz, Tunikafon sohasiga qancha bo'ldi kirib kelganingizga, shu haqida bizni kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlarga qisqacha ma'lumot hamda Tunikafonga oid bo'lgan qisqacha foydali ma'lumotlar berib o'tgansiz, qolgan bizni hamkasblarimizga ham kuzatib borayotganlarga ham foydali ma'lumotlar bo'lsa, yana yaxshi bo'lgan bo'lardi. Biz endi Tunikafonga kirganimiz 5-6 yildan beri mana shu sohadamiz. Постоянно qilayotganligim. Undan oldin Tunikafonda ustachilik qilib yurardik. Tom patoloy, pol degandek. Shunaqa narsalar qilib yurardik. Endi hunar har qanday holatda ham kerak bo'ladi. O'zingiz bir dona tom izof olsangiz qancha? 200 patoloyingizni olsangiz qancha? Ustadan duo olganingizga qancha bo'ldi? Masalan, shaxsan o'zingiz yakka tarzda ish boshlab, shunchalik xonadonlar juda ham chiroyli qilib ishlarni olib boryapsiz. Bu akamiz Erkin Tunikafon bilan o'rtacha 5 yildan beri ishlab keladi aziz do'stlar. Qancha bo'ldi aka ustadan duo olganingizga? 2013-yili duo olganmizda. 2013-yili duo olganmiz. Xudo xohlasa undan keyin o'zimiz addenni ishlab yurdik, Rossiyalarga bordik. O'z uying o'lan to'shaging degandek O'zbekistonga yetmaydi ekan. Mana O'zbekistonda ishlab yuribmiz 5 yildan beri xudo xohlasa. Mana do'stlar, chok stanovlarimizda kranshtenlari mana shu shaklda qatiriladi aziz do'stlar. Pastda ko'rinmaydigan bo'ladi. Nimaga sahnaga pastda masalan mana shu yerda turishda samolyot zurib olyapsa, orqada shilibga taxta ham samolyot xalaqit bermaydimi? Yo'q, hozir mana shu 19,5 metr joy. 19,5 metr joyda hozir mana bitta o'zim bemalol ko'rsataman. Bukilish net ish degan narsa bu nari tomonlar qatilgan yo'q. Ikki kishi bemalol ko'tarsa bo'ladi-da buni. 19,5 metrda ikki kishi bemalol ko'tarsa bo'ladimi? Ikki kishi bemalol ustunib yoqsa bo'laveradi. Buni ikki kishi bemalol ustunib yoqsa bo'ladi. Keyin biz bunaqa bu joylarga har xil nasatkalardan qo'yganmiz buni. Katta, nechta uzun katta bular? Mana har xil nasatkalardan qo'yganmiz. Buni elchi 15-20 sm mi? Bu 25-20 atrofida bo'ladi. Ko'pchilik mana shu joyni qatirgan qiynalar ekanda, siz birinchi qatirib olyapsiz. Samolyot tegib qolmaydimi? Keyin bo'shatasizmi? Yo'q, bunga tegib qolmaydi. Keyin buni bo'shatib turib, o'rniga 3li, 5li samolyotlar qatiramiz. Shilibga qatirgan payt orqada olib ko'targan. Bu просто kranshten ko'tarayotganda bukilmasligi uchun shunaqa qatirib olasizlar. Tepaga ko'tarib bo'lgandan keyin samolyot bo'shatib turib, 5li samolyotda qatirib qo'yasizmi buni o'rniga? 5li samolyotda qatirib qo'yamiz, keyin bu ushaveradi. Buni atroflaridan, bu o'rtalaridan ikkitadan samolyot uramiz. Yana davabga singari. Davabga 3li samolyotdan ikkitadan uramiz. Shuni yana ham mustahkam bo'lib chiqadi. Ko'pchilik hamkasblarga tavsiya qilamizki, shunaqa uzun nasatkalardan foydalansanglar, tarnovga hech qanaqa ziyon yetmaydi. Masalan, Tunikafonga ham kerak bo'ladi u asosan, to'g'rimi? Ancha kichkina teshiklarga. Albatta, uzun joylar bo'lsa, misol uchun mana sizlarga uni qo'yib ko'rsatib beramiz. Mana buni qatirayotganda uni xalaq terib qolishi mumkin. Tepishilib qo'yadi. Mana qatirishingizga neudobniy bo'ladi. Aytdim, tepding. Xalaq terib. Necha neudobniy, qiyinroq bo'ladi. Neudobniy bo'ladi. Mana ko'rib tursa, ustamiz ishi juda ham sifatli, chiroyli chiqyapti aziz do'stlar. Tanlovimizni ko'pchilik necha qanday foydalanasizlar listan deydi. Mana ko'rib turganlardek 0 listan foydalanamiz aziz do'stlar. Sizlarga mana shunday chok stanov Tunikafon xizmatlari kerak bo'lsa, albatta Erkin Tunikafonga murojaat qilish esdan chiqmasin. Do'stlar, reyga kelish uchun tartibimiz ham bor. Ustagamizga hamda ko'rib turganlardek uzunligi 16 sm bo'ladigan bo'lsa, bu yog'iga 20, 25, 30, 40
shogirdlarga hamda o'ziga oson bo'lishi uchun reygini mana buni o'ziga metrlar yasab olgan akamiz. Ishini ko'rib tursa juda ham sifatli, juda ham kачестволi bo'lib chiqmoqda akamizniki. Bu tungi fonlarimiz barcha detallarimiz полный bitgandan so'ng inshaalloh yana ham bitgan holatlarini necha pul ketdi, necha kvadrat tungi fon ishlatdik, shu haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz aziz do'stlar. Sizlarga ham mana shunday sifatli tungi xizmatlar kerak bo'lsa, albatta erkin tungi fonga murojaat qilish esdan chiqmasin. Bizning xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bo'lmoqda. Tungi fonimizning 1 kvadrat metrini barcha rasullar ichidan, ya'ni reyka, lesa, samara ustunovka yetkazib kelish barcha rasullar ichida 130-140 ming so'm atrofida qilib bermoqdamiz aziz do'stlar. Tungi fonni, ya'ni ko'rib tursa juda ham sifatli tungi fonlardan foydalanamiz. Tungi fonni qalin, yuqqaligiga, fasonlariga qarab narxlarimiz o'zgaraveradi aziz do'stlar.